Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar va tomoshabinlar. Bugun biz Pedagogika fakulteti Pedagogika kafedrasi professor o'qituvchilari tomonidan hozirgi kundagi dolzarb bo'lgan mavzu loyiha, ya'ni uyg'oq fikr loyihasi doirasida media makonda tarbiya, ilmiy asosi yo'q targ'ibot yoki zamonaviy axborot xatarlimi degan mavzu doirasida ilmiy podkastimizni olib boramiz. Bugungi kunda raqamli axborot makonida yoshlar tarbiyasi tubdan o'zgarib bormoqda. Avvallari tarbiya asosan oilada, mahallada, yoshlar davrasida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kundagi asosiy tarbiya jarayoni media makonida ijtimoiy tarmoqlar, blogerlar va turli-tuman motivatsion kontentlar kuchli ta'sir ko'rsatmoqda. Ammo muhim savol tug'iladi shu joyda. Media orqali berilayotgan tarbiya ilmga asoslanganmi yoki ommaviylik va mashhurlik mahsulimi? Bugungi podkastimiz aynan shu masalalarga bag'ishlanadi. Suhbatimizni eng asosiy tushunchadan boshlamoqchimiz. Chunki tarbiya haqida gapirar ekanmiz, avvalo uning mazmuni aniq belgilab olishimiz zarur. Demak, savol tug'iladi: tarbiya o'zi nima? Ilmiy nuqtai nazardan tarbiya qanday ta'riflanadi va uning qanday turlari mavjud? Xo'sh, ustozlar, kimlardan boshlaymiz? Fikrlar? Tarbiya haqida gapiradigan bo'lsak, 2020-yil 23-sentyabrda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonunda ham ta'limga ham tarbiyaga izoh berilgan. Bu yerda tarbiyaga shunday izoh berilgan, chunki men nima uchun qonun bo'yicha aytyapman? Chunki tarbiyani ta'riflari juda ham ko'p. Mana shu qonunda shunday ta'rif berilgan: tarbiya bu yosh avlodni har tomonlama kamol toptirish uchun ijtimoiy tarixiy tajriba asosida ularni ongi dunyoqarash qadriyatlarini shakllantirishga qaratilgan tizimli jarayon deb ko'rsatilgan. Rahmat ustoz. Tarbiyani turlari to'g'risida aytadigan bo'lsak, o'sha olimlar tomonidan tarbiyani ko'plab turlari keltirib o'tilgan, lekin ulardan eng asosiy sifatini aytishimiz mumkin. Bu aqliy tarbiya, axloqiy tarbiya, mehnat tarbiyasi hamda estetik tarbiya. Eng asosiy tarbiya turlari hisoblanadi. Demak, bular qatoriga bugungi kunda media ta'lim, ya'ni media kontentlarida bu ham bir tarbiya vositasi sifatida kirib ketganligini ta'kidlab o'tish mumkin. Albatta, to'g'ri aytyapsizlar. Yuqorida aytganimizdek, tarbiyani o'z aslida tag zamiri avloddan avlodga qoladigan nazariy yoki bo'lmasa amaliy tajribalar hisoblanadi va shu bilan bir qatorda hozirgi kundagi dolzarb bo'lgan masala media makonini alohida urg'u berib qaytdi ustozlarimiz ham. Hozirgi kundagi yoshlarning asosiy vaqtini ota-onalar emas, ijtimoiy tarmoqlar egallayotgani va yosh boladan tortib katta sinf o'quvchisi yoki kattalargacha shu telefonda yoki smartfonlarda turli xil videoroliklarni ko'rayotgani ham tarbiyani qay darajada olib borayotganini ko'rsatib beradi bizda. Bu yerdagi ilmiylik mavjudmi degan savollar haqida gaplashsak. Endi albatta tarbiyani avvalan poydevori oila. Lekin mana bugungi kunda oilani o'rni qay darajada saqlab qoldi, o'sha qadriyatlarni singdirish ma'nosida, shu ma'naviyat singdirish ma'nosida. Endi xohlaymizmi yo'qmi, bugungi kunda shu media bugun ustuvorlik berildi bunga. Shuning uchun endi buni uyg'unlashtirish, bizni universitetda ustuvor yo'nalishi bor. Shu ta'lim subyektlarini hamkorligini va hammasini aynan vazifasini belgilagan holda ta'minlash masalasi. Menimcha shu yondashuv asosidagina yechimga borsak ma'qul bo'lsa kerak. To'g'ri, mana agarda risoladagidek oladigan bo'lsak, demak oila bu tarbiyani asosi hisoblanadi. Demak, ta'lim bu tizim va media esa bunga qo'llab-quvvatlovchi vosita sifatida ko'rishimiz kerak bo'ladi. Demak, biz mediani faqat to'g'ri yo'nalishda tatbiq qilsakkina, demak, o'sha hayotda rivojlantiruvchi omil sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Yuqorida aytilgandek, ijtimoiy tarmoqlarda bugungi o'sha telefonga qaramlik degan narsani har doim aytamiz. Tarbiyada bu narsa qaniydi? Har doim misol keltiramiz, har doim orzu qilamiz. Yoshlar hamma ham shu telefonga qo'ygan mehrchalik, telefonni yaxshi ko'rganchalik onasini yaxshi ko'rsa, oilasini yaxshi ko'rsa degan narsani ko'p gapiramiz. Bu jarayon shunday ketyapti. Endi bu media dunyosida bu yildan yilga rivojlanib ketaveradi. Faqatgina buni to'g'ri yo'lda foydalana olsakkina bizga, demak, o'sha risoladagidek hayot tarzini yo'lga qo'yishimiz mumkin bo'ladi deb o'ylaymiz.
To'g'ri aytasiz domla. Shu o'rinda haqiqatdan ham bizda hozir yoshlarimizda yetishmaydigan narsa media savodxonlik. Mana shu media savodxonlikni yo'lga qo'yish kerak bo'ladi. Haqiqatdan ham biz magistrlarimizga mana shu borada topshiriqlar berganimizda ular tahlillarni amalga oshirib keldi. Tahlillarga ko'ra bugungi kunda media ta'lim, media makonni ta'siri oiladan ham ko'proq, oiladagi ota-onaning ta'siridan ham ustunroq ekanligini diagrammalarda biz aniqladik. Shu o'rinda agar ruxsat bersangiz, yana bitta amaliy ma'lumot bilan bo'lishmoqchi edim. Haqiqatan ham nima uchun media makonda bolalar ko'proq vaqtini sarflayotganini yana bitta sababi, bir kichkina tadqiqot o'tkazib ko'rdik. O'zimiz mana ish jarayonida o'rta hisobda 3,5 soat, 3,5 soat telefonda vaqt o'tkazar ekanmiz. Bu telefonda gaplashishimiz yoki boshqa bir turli xil havolalardan foydalanishimiz mumkin. Talabalar esa albatta undanda ko'proq, kimdadir 8 va undan ko'p soat vaqtni telefonda sarflashar ekan. Ya'ni bolalar ham meni fikrimcha ko'p, agar nazoratdan qolgan bolalar bo'lsa, ota-onasi nazoratdan qolgan bolalar bo'lsa, ular shu telefonda yana ham ko'proq vaqtini o'tkazib, hatto ota-onasi bilan suhbatlashishmaydi-da. Meni fikrimcha bunga hozir oddiy holatga aylanib qolyapti-da turmushimizda. Xuddi shu so'rovnomani biz ham yaqinda guruhda olgandik. O'sha isbot tariqasida aytamiz. 20 kishilik talabalar guruhidan 18 tasida kamida 6 soat foydalanilgan bir kunda telefon. Shundan Instagram 4 soat, 5 soat kamida. Agar kunni hisoblasak, 3 dan biri faqat ijtimoiy tarmoqlarga yoki bo'lmasa smartfonlarga ketayotganiga guvohi bo'lamiz. Agar ustozlar fikrlariga qo'shilgan holda mana oilani, tarbiyadagi oilani hol to'g'risida gap ketdi. O'sha o'zbek pedagogikasining atoqli olimi Ibrohim Mo'minovning qarashlarida shunaqa bir joy bor. O'sha qachonki deydi maktab oila bilan hamkorlikda ish olib borsagina tarbiyada samarali natijaga erishish mumkin deydi. Yoki Abdullohni aytadiki, o'sha oila asos, maktab devor, jamiyat deydi tom. Shu uchalasi birgalikda g'animat uydir degan bir gaplari bor. Bu demak tarbiyada mana shu uchalasi eng muhim jihat sifatida ko'rilgan. Mana bugungi kunda media asosiy bir o'rinlardan birini egallayapti tarbiyada. Endi bu bo'yicha 2002-yilda Nobel mukofotini olgan psixologiya bilan iqtisodiyotni bir nuqtada jamlagan Daniel Kahneman degan olim bor. Shu olimni tez va sekin fikrlash degan kitobi bor. O'sha kitobda aytadi. Tez fikrlash deydi, bu deydi tez fikrlash, masalan, sekin fikrlash. Tez fikrlash, masalan, tez xulosa chiqarish, keyin muhim masalalarni tez hal qilish. Ikkinchisi sekin fikrlash, tanqidiy, bir mulohazali, bir chuqur fikrlash, tahliliy fikrlash deydi. Shunda deydi, media kontentlar deydi, birinchi tizimni aniq qiladi deydi. Birinchi tizimga bog'liq bo'ladi. Ya'ni media kontent odamlarga tez fikrlashni, chuqur fikrlashni emas, tez fikrlashni, tez natijaga erishishni targ'ib qiladi deydi. Ana shu ma'nodan kelib chiqqan holda, demak, biz bugungi kundagi o'sha media kontentlar o'sha yoshlarimiz tarbiyasida ma'lum bir natijalarga tez erishish, qandaydir bir tahliliy, bir tanqidiy tafakkurni rivojlantirishni o'rniga mana bunday jihatlarda demak nima deydi, olib borayotgan, ommalashayotganini e'tiborga olishimiz kerak. Rahmat ustozlar. Shu o'rinda bir o'rinli savol tug'ilishi mumkin. Avvallari bizda tarbiya konsepsiyasida oila, mahalla, ta'lim alohida urg'u berib qaralardi. Hozirgi kunda biroz o'zgarmadimi mana shu jihat? Oila va ta'lim hamda media bo'lib qolmadimi? Mahallani qay darajada farzand tarbiyasidagi bolalar kamolotidagi o'rni biroz orqaroqqa surilmadimi? Biz barcha bolalar ko'ramiz. Asosan ijtimoiy tarmoqlar bilan band bo'ladi yoki kiber o'yinlar bilan band bo'ladi. Avvallari hamma mahallaga chiqib o'yinlar o'ynasa, turli xil hasharlarda ishtirok etsa, hozirgi kunda deyarli bu narsalarni kamdan kam kuzatyapmiz. Shu yerda birozgina mahalla chekkaroqqa chiqib qolmadimi degan savol tug'ilishi. To'g'ri, bu masala ham haqiqatan ham bugungi dolzarblikni o'zini yildan yilga dolzarbligini oshiryapti. Endi oldimizga masala qo'yilishi kerak edi. Xo'p, biz o'sha yangi avlod bolalarni tarbiyalayotgan ekanmiz. Ular o'sha tomonga qarab ketayotgan ekan. Biz o'sha media makonda o'sha tarbiyani mahallani o'rni ham bo'lish kerak.
balkim har bittasini o'ziga yarasha masalan o'sha mayli qaysidir podkastni qo'yilayotgan bo'lsa yoki qaysidir yo'nalishlari bo'ladigan mahallaning o'zi ham shunga kirish kerak menimcha. Ular ham o'ziga yarasha shunaqa tezlik bilan shunday tarbiyaviy roliklar deymizmi, tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadigan narsalarni qo'yish kerakki, ertaga boshqalarnikini surib chiqaradigan, yengil-yelpi narsani surib chiqaradigan, salmoqli narsalarni qo'yish kerak. Chunki hozirgi kunda yoshlarimizni uzog'i masalan 2 minutlik videoni ko'rishmaydi. 1 minutda shunchalik ko'p narsani berish kerakki, buni dunyo qarashini shakllanishini sekin-sekin borib qadriyatlarni aralashishiga to'g'ri kelyapti. Chunki bizda sekin-sekin boshqa qadriyatlar bizga singib kelyapti-da, o'rtadagi o'sha yaxshi yomonning chegarasi yo'qolib qolganday bo'lyapti. Buni yaxshilik bilan yomonlikning chegarasi bo'lmagandan keyin, bu aralashib ketgandan keyin bu bevosita o'sha mahallani sahnaga chiqishiga to'g'ri keladi. Bular ham o'zining tarbiyaviy yo'nalishlarini ko'rsatishi kerak deb o'ylaymiz. To'g'ri, lekin ma'lum miqdorda o'sha bitta bolaga 7 mahalla ota-ona degan bir bizning qadriyatlarimiz bo'ladi. Bu biroz bugungi kunda chekingan va buni o'rnini baribir o'sha media makon egallagan. Lekin o'sha mahallani o'sha geografik hududi, o'sha yerda yoshlar aksariyat vaqtini o'tkazadigan o'sha nima deymiz, masalan, ovqatlanish joyi bo'ladimi? O'sha internetlarmi yoki shunga o'xshagan, balki yoshlar ko'nglida ochar joylar bor shunaqa. Bular bevosita shu mahallada joylashgan. Shuning uchun mahallaning roli demak boshqacharoq ta'sir orqali demak orttirilishi kerak degan bir yondashuvlar bor. Haqiqatan juda ko'p olimlar mana shu tarbiyada jamoaning rolini e'tirof etgan va juda ko'p izlanishlarda o'z aksini topgan. Endi hozirgi kunda jamoani, oilani tarbiyadagi roli bo'yicha gap ketgan paytda demak oilada tarbiyaning qanday jihatlari shakllanadi? Birinchisi, ustoz ta'kidlab o'tdi, qadriyatlar oilada shakllanadi. Demak, o'zaro mehr-ohat, g'amxo'rlik hissi, undan keyin yana muloqot, til bilan bog'liq bir ko'nikmalar, muloqot shakllanadi. Lekin hozirgi kunda nima uchun media oldingi qatorga chiqib ketyapti? Sababi oilalarda parchalanish bor. Ota-onalar bandligi bor. Oilada parchalanish bu ajrimlar, demak qandaydir bir bu ikkinchisi ota-onalar bandligi, bolalarning ko'p vaqt yolg'iz qolishi. Bu vaziyatda demak xohlaysizmi yo'qmi? Bola demak media kontentga murojaat qiladi. Albatta bu xohlaysizmi yo'qmi? Bolaning qaysidir ma'noda tarbiyasini ma'lum bir ma'noda o'sha media kontentlarga o'z qo'limiz bilan topshirganday gap. Bir qiziq bir narsani kuzatyapmiz keyingi paytlarda ijtimoiy tarmoqlarda sinfdoshlarni mana qarang, sinfdoshlarni choyxonaga kelmasligi muammo sifatida ko'tarilyapti. Hamma qayerga qarasa ijtimoiy tarmoqlarda sinfdoshlar choyxonaga kelmaydi, sinfdoshlar yig'inga kelmaydi. Insonni jamiyatdan, buni tagida ma'nosi insonni jamiyatdan uzilib qolishi. O'zini qobig'ida aralashib qolib, shu kimgadir qo'shilmasdan ijtimoiy tarmoqqa o'sha nima deydi, tobe bo'lib, undan ko'ra shu yoqqa borgandan ko'ra 2 soat shu ijtimoiy tarmoqning ichida yursa, bu boshqa dunyo sifatida ko'ryapti. O'zini bir nima deydi, bir qandaydir nimani ichida o'zini qobig'ining ichidagida yashayotganday bir bularni hozir bir qo'pol qilib aytganda bir narkomanga o'xshatib qolyapmiz. Masalan, o'sha paytida o'zini huzurini ko'rib olyapti. Bu jamiyatdan ajralgan holda degan bir shunday ko'zga ko'rinadigan narsa bo'lib qolyapti. Buni ustoz boshqacha talqini ham bor. Masalan, oilalarda birga yashaydi, lekin yolg'iz deydi. Birga yashaydi, lekin yolg'iz. Ya'ni o'zaro muloqot, qandaydir hamma demak o'sha nima deydi? O'zi bilan o'sha media kontentlar bilan, telefon bilan ovorada mana shu narsalar tarbiyaga o'zining salbiy ta'sirini. Endi qarang, mana oilada mayli ota-onasi va yosh farqi katta va ularni suhbati ko'proq o'sha tarbiya mavzusida ketadi endi. Tengdoshlar bilan unaqa emas-ku. Nima uchun o'sha tengdoshlar bilan uchrashishdan qochyapti yana yoshlar? Bu ham muammo, bu ham o'sha asosiy sababi shu media makonmi? Media makon. Qaysidir ma'noda media makon. Media makonda.
yuqoridagi savolga yana bitta savol yo'q, boyagi savolingizga bir javob sifatida aytmoqchi edim. Nimaga qochyapti yoshlar dedingiz-ku, birga uchrashib ko'rishdan? Chunki telefon bizni yaqinlashtiryapti-da. Telefonda gaplasha olamiz, kerak bo'lsa video orqali suhbatlasha olamiz. Shuning uchun ham haligi bir sog'inch hissi yo'qolib qolgandek deb o'ylayman. Ustoz. Buni ustozlar bir amerikalik olim bor, Postman deydi. O'sha media madaniyatni o'rgangan, u 20-asr oxirgi paytlarida, yillarida shuni bir kitobi bor, bolalik yo'qotilgan bolalik degan. Juda mana shu media kontentlarida o'sha juda keng ommalashishi deyapti. Bolalar juda hali voyaga yetmagan bolalar katta dunyosiga, shu kattalar dunyosiga tushib qolyapti deydi. Bu yerda zo'ravonliklar, masalan, bu yerdagi nima deydi, siyosiy bir holatlar va bu hokazo. Turli xil mana shunaqa bir ekstremistik va boshqa mana shunaqa salbiy tarbiyaga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarga bolalar juda hali voyaga yetmagan bolalar o'shunaqa olamga tushib qolyapti va bu bolalar o'zi xohlamagan holda bolalik yo'qotyapti deb ta'rif berganda to'g'ri, lekin bu ham shuni ham juda o'ylab ko'rish kerak bo'lgan masala. Juda ham dolzarb mavzular ko'tarilyapti. Ustoz, boyagi yuqoridagi fikringizga qo'shilgan holatda aytaman. Misol uchun avvallari ota-onalarda farzand ko'p bo'lgan. Misol uchun biz serfarzand oilalar bo'lgan, deyarli 5 ta, 6 ta, 7 ta. Lekin ota-onalar barchasiga vaqt topganda, non yopgan kerak bo'lsa, ovqat pishirgan, o'choq yoqqan, boshqa bir jarayonlar, shuni orasida bolasiga ham qarash qilib yurganda va har bittasini o'zini ishi, joyi, o'rnini topishiga ta'minlab bergan. Hozirgi oilalarni ko'pini kuzatsak, aksarida yo bitta yo ikkita farzand bo'ladi, shunda ham bolaga qarashga vaqtim yo'q, ulgurmayapman, bandman. Xo'p, ular nima bilan band aslida? Endi buni ikkinchi tomondan ham qarashimiz kerak edi. Masalan, biz ko'p bolali oiladan kam bolali oilaga bosqich o'tdik. Masalan, aytaylik, bizda 7 ta farzandmiz. Aka opalarimiz bilan 7 ta farzand bo'lsak, 7 ta farzandni har bittasini voyaga yetish uchun masalan ona 2 yildan qaragan bo'lsa ham, masalan 14 yil kamida umr shu farzand tarbiyasi bilan o'tgan. Shu paytda kichik tug'ilgan bola kattasi 14 ga kirib qo'ygan. O'zi o'sha relsda tarbiyada ketganda endi masalan keyingi avlodlar masalan bitta, ikkita bo'lgandan keyin unaqa bo'lmagan-ku. Bu bir-birini 14 ga kirgan bola ukasini ham tarbiyalab ketgan degan ma'noda gapirishimiz mumkin-da. Endi xotin-qizlarni mehnatga, ijtimoiy faoliyatga, umuman iqtisodiyotda sohalarida ishlashini boshlagandan keyin bunda ko'p bolali oiladan kam bolali oilaga o'tib qoldi-da, tarbiyada ham o'sha ta'sir ko'rsatib qoldi-da. Aksariyat masalan tug'ish yoshidagi yoki o'sha ayollarimizni farzand tarbiyasida yoshidagi davr uzoq bo'lgan. 10 yillab, 15 yillab shu vaqt bo'lganda bolalar ketma-ket tug'ilgandan keyin ishlab nimaga ishlab chiqarishda kamroq bo'lgan bo'lishi mumkin degan xulosa qilishim mumkin. Yana bitta omil, Samara Markayevich boyasiz agar 2 ga ko'paytirgan bo'lsangiz, demak 22 yil bizlar onamiz ham shu tarbiyada o'tgan. Lekin u paytda mana biz bolaligimizda shu ma'lumot olish manbai kitob, o'qituvchi, maktab, gazeta, jurnal va radio televideniya bo'lganda. Mana bugungi darajadagi mana media makon bunaqa qamrovi keng emas edi. Chunki bu narsalar ham menimcha shu ta'sir qiladigan omillar emas. Chunki hozirgi kunda ota-onaga ham hattoki media makoni ta'sir bor. Shunday. Ota-onaga ham, nafaqat farzandlarga, ota-onaga ham. Shu uchun men hali boshida aytganim media savodxonlik deganligimiz, men shunaqa fikrda edimki, o'sha ham ota-onalar maktabiga, ham o'quvchilarga, ham ta'limga, umuman olganda ta'lim, mahalla, oila, media makon, xohlasak, xohlamasak media makon o'z shu bosqichda turibdi. Mana shu har bularni avval 3lik bo'lsa, endi 4lik, mana shu 4likda o'zaro aloqadorligini ta'minlash kerak bo'ladi. Chunki hozir ham raqobat, ham hamkorlik bor. Raqobat nimadan iborat? Raqobat shundan iboratki, ota-ona farzandga ko'proq o'zini ta'sir o'tkazgisi keladi. Media makon esa undanda ko'proq ta'sir o'tkazgisi keladi. Media makon, agarki media makon mana shu ta'lim, ota-onani, mana shu bizda qadriyatlar tizimimizdan ustunlik qiladigan bo'lsa, faqat layklardan iborat bo'lib qoladi. Layk bosing, layk bosing. Haligi
to'g'ri aytdi domla, hali to'g'ri bilan noto'g'rini, yaxshiman yomonmi, dunyoqarash fikrlar demak sayozligicha bo'lib qoladi. Shu uchun o'sha media makondagi media savodxonlikni rivojlantirish uchun maktablardagi fanlarga o'shani nimasiga singdirish kerakmi, media savodxonlikda bir mana shunaqa narsani amalga oshirish kerakki, to'g'ri foydalanish degan narsa. To'g'ri foydalanish. O'z me'yorida, ota-ona ham o'z me'yorida foydalansin, farzand ham. Keyin axborotni saralay olish, qaysi axborotni ko'rish kerak, qaysi axborotni domla to'g'ri aytdilar, hali oldindan chiqib ketish, oldinga ilgarilab ketishdi. O'sha biz iste'mol qiladigan narsamiz qanchalik darajada dasturxonda oziq-ovqatimizni qarab iste'mol qiladigan bo'lsak, bu biz axborotni ham iste'mol qiluvchi bo'lganimizdan keyin kerakligini iste'mol qila bilish kerak bo'ladi, ajrata bilish kerak bo'ladi bolalarimiz ham. Endi bitta jihatni e'tiborga olishingizni so'raymiz mana shu masalada. Domla hozir yaxshi ta'kidlab o'tdi. Masalan, axborot olish manbalari to'g'risida gapirdingizlar-da. Endi oldingi davrlarda odamlar uchun, yoshlar uchun axborot yetishmovchiligi asosiy masala bo'lgan. To'g'rimi? Masalan, bitta kitobni bir kishi o'qigan 10 talab odam eshitgan. Va hokazo. Masalan, televideniyada ham bittagina nima deydi, kanal bo'ladi, ikkita kanal bo'ladi, juda ko'pi bilan uzoq yillar. U paytlarda hozir endi axborot yetishmovchiligi yo'q. Hozir endi e'tiborda yetishmovchiligi bor. Mana hozir biz kontent tayyorlayapmiz. Maqsadimiz endi ko'pchilikka yetib borsin, ko'proq odam shuni foydalansin. O'sha auditoriya, kengroq auditoriyaga kirib borsin degan maqsadimiz bor-da. Ilmiy asosga ko'ra foydalansin. Ilmiy asosga ko'ra. Chunki buni zamonaviy anavda bir e'tibor iqtisodiyoti degan bir tushuncha ham kirib kelgan deydi. Mana shu hozirgi kunda e'tiborda yetishmovchiligi. Demak, siz tayyorlagan mahsulotga yoki siz bir taklif qilayotgan bir qandaydir bir g'oyalarga, ta'limotga, demak, odamlar e'tiborini tortish muhim ekan. Mana shuning uchun ham hozir media makonda juda kuchli raqobat ketyapti. Raqobatda o'qituvchilar, professor, olimlar blogerlarga yutqizadi. Sababi o'qituvchi chuqur tahlilga asoslangan kontent tayyorlaydi, bloger esa odamlarga mos kontent, masalan, kontent tayyorlaydi, yengil kontent tayyorlaydi, qisqa, masalan, qisqa muddatli, keyin dramatik, musiqalar va hokazo o'ziga tortuvchi bir ohangrabo qisqa, tez natija va'da qiladi. Bu nima? Bu xohlaysizmi yo'qmi? Sababi olim, o'qituvchi odam chuqur tahliliy ma'lumot beradi. Lekin bu bozorda baribir blogerlar g'alaba qozonadi. Chunki emotsional manipulyatsiya kuchliroq bo'ladi blogerlarda. O'sha motivatsion kontent, ustozlar, motivatsion kontent bu deyarli manipulyatsiya bilan teng. To'g'ri. Sababi tez natija va'da qilib qisqa muddatda boy bo'lish yoki xotirani demak 100% kuchaytirish usullari yoki tilni demak bir oyda o'rganish, vaholanki aslida tabiat unaqa emas-da, tabiat murakkab. Muammolarni oson hal qilish to'g'risida gapiramiz, lekin asli murakkab muammolar oson hal bo'lmaydi. Til u aytganday bir 15-20 kun o'zlashtirib bo'lmaydi yoki boshqa masalalarda bir tez natijaga erishib bo'lmaydi. Bu lekin o'qituvchilar buni aytadi. Lekin o'shuning uchun o'qituvchilar auditoriyasi kichkina. Endi buni qarang, nimaga o'xshatish mumkin? Buni biz mishen deymiz, ha? O'sha nishon. O'sha 10 talik belgiga qo'yilgan nishon. Shunga 10 talikka urish uchun ma'lum darajada mashq kerak. Uni qanday kuch bilan otish kerak? Qanaqa tezlik bilan otish kerak? Qaysi burchakda otish kerak? Bu ilm. O'sha narsani egallasa, masalan 10 tadan 10 taga urish mumkin o'sha belgilagan nuqtasiga. Endi tasodifiy otishda albatta qaysidir bir tegadi endi. U kontent faqat o'sha joyini ko'rsatadi. Bitta olganda bu 1000 marta qaytargan bo'lishi mumkin. Lekin u tasodifga ko'ra ham mana shu natija bo'lishi mumkin-da. Shuning uchun buni farqini albatta tushunish kerak yoshlar. Yana bitta narsaga ham e'tibor berish kerak-da, odamlarni o'sha emotsiyaga berilishi bu bizani nozik joyimizdan bittasi bo'lyapti-da. Hozir bekordan bekorga, masalan, blogerga bekordan bekorga ergashmayapti. U emotsiya bilan gapiradi. U ilmiy dalillar, hozir aytayotgan narsalarimizdan chekingan holda insonni yuragiga yetib boradigan qilib bir qism nima deydi, manipulyatsiya qilib gapirganligi uchun ergashadi-da. Demak, bunda qaysidir jihatlarda aldov bor.
Buni tan olishimiz kerak. Masalan, shunday psixologlar hozir ko'payib ketgan-ku, hozir psixologik treninglar o'tkazib, shunaqa bir buni ichida aldov bor-da buni ichida. Albatta. Buni ichida o'zi odamlarni o'ziga qaratib olish birinchi o'ringa, yengilroq, tezroq. Hozir hamma yoshlar bitta narsani xohlaydi, tez boyishdan xohlaydi. Birdaniga erishishni xohlaydi. Buni muammolari sekin-sekin degan narsaga mana oddiy aytyapmiz-ku, masalan, 2 minutlik videoni ko'rgisi kelmaydi. 1 minutligi bo'lsa, birpasda ko'rish mumkin. Shunchalik yengillashib ketyapmiz degan. Lekin aslida hayot unaqa emas-da. Ha, hayot aslida unaqa emas, tabiat unaqa emas. Mana shu qisqa muddatli videolarni ko'rish odati ham klipcha tafakkur deb yuritilar ekan va mana shuni ta'sirini biz hattoki dars jarayonlarida ham kuzatyapmiz. Talabalarimiz ham amaliyot davrida o'quvchilarda 45 daqiqa dars mashg'uloti o'tishsa, biror bir mashq jarayonida yoki bo'lmasam ma'ruzaviy jarayonlarda ularni demak e'tiborlarini ushlab qolish qiyin bo'layotganligini ta'kidlab o'tishyapti. Shuning uchun ham ota-onalardan avvalo mana shu holatni nazoratga olish so'raladi. Bundan tashqari shuncha ko'p media kontentlarini ichidan sarasini tanlab olish, sifatlisini tanlab olish uchun media savodxonlik barobar tanqidiy fikrlash desak, menimcha to'g'ri bo'lsa kerak, ustozlar. Shuning uchun media kontentlarda o'sha zararli jihatlarni ham sanab o'tishimiz kerak. Masalan, birinchisi bolalarda mehnatga hurmat hissini yo'qotadi. Ikkinchisi, masalan, ma'lum bir hozir domlalar, ustozlar ham ta'kidlab o'tdi, tez natija va'da qiladi va demak juda tez bir mashhurlikda yoki bir boylikka va boshqa natijalarga tez erishishni xohlaydi. Tabiiyki bu jarayon demak amalga oshmagandan keyin o'ziga ishonchsizlik kuchayadi yoki mustaqil qaror qabul qilolmaydi yoki kimgadir ergashadi va hokazo. Shuning uchun bu media kontentni kuzatayotgan paytda masalan o'sha tavsiyaviy xarakterga ega bu gaplarimiz masalan o'sha kim taklif qilyapti, uni o'zi hayotini o'rganib ko'rish kerak. O'zi kim? Haqiqatdan nima yutuqlarga erishgan? O'zi muvaffaqiyatsizliklardan gapiryaptimi? Lekin shunaqa bir media kontentlar bor, ilmiy asosga ega, bosqich-bosqich bir nima deydi, ma'lum bir nima deydi bir biznes bormi yoki til o'rganish bormi, hammasini bosqich-bosqich taqdim etadigan, yaxshi bolaga yuritadigan ilmiy asosga ega bo'lgan kontentlar borligini ham e'tiborga olishimiz kerak. Lekin mana shunaqa tez bir natija va'da qiladigan yoki bir mana shunaqa bir yengil fikrlashga, muammolarni aylanib o'tishga o'rgatadigan media kontentlarga ergashishdan oldin u media kontentni tayyorlagan kim, uni shaxsi bilan, uni hayoti bilan qiziqib, haqiqatdan o'sha taklif qilayotgan narsasini o'zi biladimi, shunga bir e'tibor qaratish ham muhim deb hisoblaymiz-da. Shu uchun ham yoshlarga axborotni saralay olish ko'nikmasini shakllantirishimiz kerak bo'ladi-da biz. To'g'ri kelgan axborotni qabul qilib o'zimizga singdirmasligimiz kerak, ya'ni yoshlar. Yana xuddi haligi hozirgi meditsina dorilarda millionlab turi bor-da. Bu degani chiqarilgan hammasini sen yeyishing kerak degani emas. Albatta. Bu o'ziga tegishli bo'lgan, aloqasi bo'lgan, unga foydasi bo'ladigan shu dorini iste'mol qilish kerak. Media ham xuddi shunga o'xshash. Boyagi o'ziga kerakni saralab olish. Endi buning uchun pedagogikada yondashuvlar ko'p, o'sha diqqatni shakllantirish, xotirani mustahkamlash, tahlil qilish, bu bir qator usullarimiz bor. Bu pedagogikada shu ilmiy asoslangan usullar bor. Shu yoshlarni bevosita o'ziga mana kelajak faoliyatida zarur bo'lgan kontentlar bilan ta'minlay oladigan. Endi yana bitta narsani bir demak ta'kidlab o'tmoqchiman. Media kontentlar to'g'risida gap ketgan paytda u motivatsiya beradi deydi. Lekin odam motivatsiya oladi, lekin amaliy harakatga o'tmaydi. Buni o'sha bir Kahneman yuqorida shu olim aytadi, u deydi amaliy harakatga o'tmaydi. Faqat motivatsiya oladi, shuni qilgisi keladi, shunday bir nima deydi, lekin bajarmaydi. Lekin shu amaliy harakatga o'tmaydi deydi. Shuning uchun demak bu kontentlarni shuning uchun Postman yana qaytaman. Postman aytgan, biz degan mediani yaxshi tushunish uchun uni tabiatini tushunishimiz kerak degan. Mana olovga biz yaqin borsa kuydirishini bilamiz-ku. Xuddi shunaqa degan o'sha mediani deydi, tabiatini tushunishga harakat qilishimiz kerak deydi. Ya'ni media degan o'sha mahsulotni haqiqiy holatini, haqiqatan olovmi, suvmi, nimaligini bir tushunishga harakat qilishimiz kerak deydi. Bu ustoz ta'kidlab o'tgandek, bu yerda demak
axborot saralab, axborotni o'sha berayotgan odamning shaxsiga bir aniqlik kiritib, shunaqa bir kengroq bir nima deydi, bir yondashuv talab qiladi. Endi bu bolalarimiz e'tibor qaratish kerak bo'lgan jihatda bu. Emotsional intellekt deymiz-ku, emotsional intellektni bugungi kunda boshqarish eng katta muammoda. Agar shuni to'g'ri boshqara olsak, biz emotsiyalarimizni boshqara olsak, biz o'zimiz nima deydi, o'zimiz qayoqqa qarab ketayotganimizni aniqlay olsak, kelajakda qaysi manbadan, qaysi axborotdan aytganingizdek saralash yoki o'shandan foydalanish jihatini bilamiz. Buning uchun birinchi o'rinda o'sha oiladagi tarbiya. Hamma ham shunday emas. Buni ijtimoiy tarmoqlarga hammaga ham foydalanishi mumkin, lekin hamma ham mukkasidan ketib, bu aytgandek 6 soatlab shug'ullanadiganlar ko'p emas. Lekin agarda biz o'sha intellektimizni o'zimiz nazorat qilmasak yoki farzandlarimizni nazorat qilmasak, bu nazoratsizlikdan chiqib kengayib ketadi bu. Buni chegarasi yo'q buni hozir baribir. Shunday. O'sha intellekt haqida gapiryapsiz, to'g'ri. Mana shu paytgacha ta'limda asosiy ustuvor berilgan jihati ham o'sha shaxsni intellektini rivojlantirishga qaratilganda. Bu keyingi paytda bu o'zgaryapti. Bu emotsional intellekt ustuvorlik. O'sha hissiyotga bevosita bog'liq bo'lgan intellekt haqida gap ketyapti. Demak, bu muhim bo'ladi qachonki mana bu media makon kuchayib boryaptimi, shunchalik hamma yoshdagi bolalarga, даже mana 5 ta yotgan chaqaloqlarga ham hozir mana shu telefonni qo'yib qo'yish. Ularda ham bor-da. Ularga ham o'zini ta'sirini o'tkazib bo'ldi. Shuning uchun buni endi pedagoglar bari muammosi, buni qanaqa yondashuv kerak? O'sha hammasini umumlashtiradigan, bir mahrajini topadigan yondashuv kerak degan muammolarimiz bor. Xuddi shunaqa boya yuqorida aytgan g'oyani o'sha termini ham bor, tirik qolganlar tizimli xatosi degan termin. Ya'ni ko'p holatlarda qurg'oqlarga delfinlar insonlarni qutqarib olib chiqib qo'yadigan tushuncha bor, ishonch bor insonlarda. Chunki sababi o'sha qutqarib qolingan insondan so'rashadi. Ko'pincha seni kim qutqarib qolsa, delfin suni qirg'oqqa olib chiqib qo'ydi dedi. Biz bilmaymizki qancha insonlarni delfin cho'ktirib qo'yib yuborgan bo'lishi mumkin yoki halok qilishiga yordamlashib yuborgan bo'lishi mumkin. Media makonda ham xuddi shunaqa, ya'ni blogerlik faoliyati bilan hamma birdaniga shug'ullana olmaydi. Yoki kontentlar bilan hammani birdaniga boyib keta olmaydi. Kimdadir o'xshagan narsa, kimdadir o'xshamaslik effekti ham bo'lishi mumkin. Va bu narsani yoshlar ongiga qay darajada ta'sir qilish, albatta ustoz aytgandek, biz pedagoglarga shu asosiy muhim bo'lgan dolzarb vazifalardan biri. Va shu o'rinda bir savol tug'iladi. O'qituvchi va ko'p holatlarda media savodxonligi past bo'lgan jamiyatda tarbiya kimning qo'lida qoladi degan savol. Albatta, bunda media savodxonlik past bo'lgan holatda deb gapiryapsizmi bu yerda? Agarda shunday. Agar shu uchun ham hozir media savodxonlikni kuchaytirishdi. Mana umumta'lim maktablaridagi fanlarga hattoki media savodxonlikni qo'shimcha qilib kiritib, ularni mazmuniga singdirish kerak degan taklifni kirityapmiz. Aks holda hozir domla aytgandek manipulyatsiyaga aylanadi yoshlar uchun. Chunki yoshlar nima oq, nima qora, nima yaxshi, nima yomon, ularni ajrata olmaydilar yoki axborotni ham saralay olmaydilar. Shuning uchun albatta biz hozirgi kundanoq o'sha media savodxonlik kiritish kerak. Ba'zi kishilar bilan suhbatlashganda media savodxonlik uchun alohida kurs qilish kerak deyishadi yoki fan kiritish kerak, lekin maktabda xususan fanlarimiz yetarli-da. Lekin unga ham fan kiritish ortiqcha. Biz bu masalan meni fikrim, bilmadim. Shu fanlarni mazmuniga kiritsak, tarbiya fani mazmuniga, tarix fani, adabiyot fani, fanlar mazmuniga kiritib o'qituvchilar dasturimizda shu media savodxonlikni oshirib borish kerak bo'ladi. 1-sinfdan 1-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarga har bir yosh psixologik xususiyatidan kelib chiqqan holda. Mana shunda demak biz hozir aytgan demak o'sha haqiqiy ilmli, tizimli bo'lgan o'sha axborotni saralay olish bo'ladigan ko'nikmasini shakllantira olishimiz mumkin bo'ladi. Endi yana bitta narsa bor. Gulnora Abduqulova masalan hozirgi davr yoshlari bilan masalan talaba bilan o'qituvchi o'rtasidagi jarayonni bitta ko'raylik-da. Biz qachonki o'sha maktabdami, oliy ta'limdami o'sha pastga tushib, shu yoshga tushib gapirishimiz, ularni nimani ehtiyoji qandayligini aniqlashimiz birinchi o'rinda zarurga o'xshaydi-da. Sababi mana bugun podkast qilyapmiz. Yarim soatlik podkast qilsak, bizni yoshlar ko'radimi shuni?
degan savolni berishimiz kerak o'zimizga birinchi navbat, to'g'rimi? Ular 1 minutlik videoni ko'rayotgan bola bizni yarim soatlik suhbatimizni eshitarmikan degan narsani ham qo'yishimiz kerak. Balkim bu o'zimizdandir, balkim biz o'zimiz o'sha pastga tushib, shu yoshga tushib, shularga bob mazmunli kontent tayyorlashimiz bizning vazifa, o'zimizga vazifa sifatida qo'yishimiz kerakdir. Balkim bu ham masala, sababi kelayotgan keyingi mana yosh avlodlar nimani xohlayapti, ularni ehtiyoji, boshqalarni aniqlaganimizdan keyin biz shunga qarab ma'lumotni balkim qaysidir formatini kichikroq qilib yoki qandaydir mazmunni sal ularga yetadigan qilib berishimiz kerakdirmi? Shunday muammo ham bo'lishi mumkin. Bu yondashuv to'g'ri. Endi bu yerda hozir masalan ikkinchi tomoni borda. Yarim soatlik o'sha chiqish bizi bu keng jamoa uchun mo'ljallangan va shuni ichida o'ziga kerakli bo'lgan 1 minutlik ma'lumotni shuni ichidan topib oladi-da ular. Maqsad shu. Demak, aytayotgan narsam shuni ko'radimi yarim soat? Shuni topish uchun deganda erinchoqroq. Shu savolga javob bor. Shu savolga javob YouTube platformasida mana shunaqa ilmiy asosga ega yoki qandaydir mana shunaqa bir tarbiyaviy jihatlarga bir ta'sir ko'rsatadigan mana shunaqa kontentlar ko'ngilochar, qiziqarli kontentlarga nisbatan 5 barobar kam ekan. Ular ko'rilishi ham masalan bu 20 mingga yaqin ko'rilmay ekan, u 1 milliondan oshiq ko'rilayotgan. Masalan bir taqqoslaganda, demak xuddi siz aytgan muammo bor, ustoz. Lekin baribir biz yoshlarga mana shu olimlarning tilida o'sha ular shunchaki to'g'ri bir ko'rishlik, lekin u aytgan darajada natijani bermasligini, bir tahliliy, tanqidiy fikrlash, bir nima deydi, bir qaysidir ma'noda chuqur fikrlash muhimligini aytishimiz kerak. Hech kim aytmadi deb erta bizdan xafa bo'lmasligi uchun, hech kim bizni ogohlantirmadi deb aytish, demak bizdan xafa bo'lmasligi uchun demak biz buni aytishimiz kerak. Endi bu tomoni to'g'ri. Media makon ustuvorlik bo'ldi unga, demak o'qituvchi ham shu media makondan foydalanishni bilishi kerak. Demak mana shuni ichidan boya Ikramdoraj boshladi, shunaqa bir ilmiy mavzularni, yondashuvlarni tushunadigan hozir ko'p bunaqa. Shuni ichidan biz bergan ma'lumotlar ichidan kerakligini olib ular uni kengaytirib berishi mumkin-da. Muhimi shunga yarasha manba bo'lib qoladi deb o'ylayapmiz. Yana bitta narsa men shu yerda qo'shimcha qilmoqchi edim, haqiqatan ham sizlarning fikrlaringizga qo'shilaman. Mana shu o'rinda demak biz pedagoglar ham o'sha tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan, mayli 1 minutlik, mayli 2 minutlik nimadir oladigan, demak biz ham media makonni biz ham yorib qilishimiz kerak. Masalan, mahalla qilish kerak deyapmizmi? Demak, ta'lim jarayoni pedagoglar ham demak mana shu media makonda o'z ta'sirini o'tkazish kerak bo'ladi. Chunki yoshlar mana shu media makonda shunga yarasha kontentlarni tayyorlashimiz kerak bo'ladi. Qiziqishi ehtiyojlaridan kelib chiqqan holda. Targ'ibotchi vazifasidan o'taydi bu yerda pedagoglar. Bundan tashqari maktabdagi fanlarni o'tish jarayonida ham fanga oid bo'lgan turli xil qiziqarli kanallarni aytish mumkin o'quvchilariga, o'qituvchilar mana shu kanallarni ko'ringlar, obuna bo'linglar deb targ'ibotchi vazifasini bajarish mumkin menimcha. Media orqali berilayotgan tarbiya ilmga asoslanmagan bo'lsa, uning oqibatlari qanday bo'lishi mumkin? Nimalar kutadi agar ilmiy asosga ega bo'lmasa? Chunki hozir ko'p ko'ryapmiz, astrolog chiqib keladi, numerolog chiqib keladi, ruhshunoslar chiqib keladi, pedagoglar chiqib keladi, tarbiyachilar chiqib keladi. Bolalaringizni bunday qilib tarbiya qiling, eringizga yoqish uchun bunday qiling, yoki bo'lmasa ota-onalar bilan bo'lgan munosabatda mana shunaqa yashash kerak degan narsalar, bularning barchasi ilmga asoslanmaganmi? Agar qo'shtirnoq ichidagi tarbiya ilmga asoslanmagan bo'lsa, qanaqa salbiy oqibatlar kutib turibdi bizni? Ba'zilari bor kontentlar, ba'zi masalan ko'ramiz, masalan til o'rgatuvchilar yaxshi bir o'zini metodlarini qo'llagan o'qituvchilarni ko'ramiz yoki fan o'qituvchilari o'zini metodlarini qo'llaganlarni, masalan pedagog kadrlarni ko'rib boraman, bor. O'sha haqiqatan ham domla hali aytdi, o'sha ilmga asoslanganlari bor, lekin ular nihoyatda foizi kam. Lekin ilmga asoslanmagan holda hali yarqiroq o'ziga tortadigan nimalarimiz juda ko'p.
ilmga asoslanmagan media materiallarimiz ko'p, afsuski. Bular ilmga asoslanmagan bo'lganki, faqatgina yarqiroq, o'zini ko'proq tortadi, o'ziga jalb qiladi yoshlarni. Lekin ilmga asoslangan bizni axborotlarimiz, mana hozir ko'rarmikin deyapsiz. Bizda demak, bu ularga ozgina zerikarli bo'lishi mumkin, ular uchun unchalik qiziqarli bo'lmasligi mumkin. Lekin demak biz keyin kelgusida albatta pedagog, mana tarbiyachi degandek, mana shu ilmga asoslangan mediani materiallarni tanlay olishi ko'nikmasligini hosil qilishimiz kerak. Yoki hamda shu bilan birgalikda o'zimiz ham demak o'sha media makonga zamonaviy bo'lgan ta'lim, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan materiallarni, endi agar ilmga asoslanmagan bo'lsa, u vaqtinchalik uni ehtiyojini qoplaydi. O'sha paytda aytaylik, sizni boshingiz og'riyotgan bo'lsa, siz bilan kuchli bir antibiotik iste'mol qildingizda bosh og'rib qoldi. Lekin jigarni ishdan chiqardingiz. Bu o'sha vaqtinchalik ehtiyoj qoplaydigan narsa bo'ladi va buni oqibati agar ilmga asoslanmagan bo'lsa, u juda salbiy oqibatga olib kelishi mumkin. Uni o'ziga bo'lgan ishonchini yo'qotishi mumkin. Buni kelajak faoliyatini o'sha ta'lim trayektoriyasini shuni belgilanmay qolishi mumkin. Bu shu qator bir qator salbiy oqibatlarga olib keladi. Endi bitta ibora bilan aytsak bo'ladi, maqolmidi? Sayoz daryo shovullaydi, chuqur daryo sokin oqadi degan gap bor-ku. Baribir ilmga asoslanmagan media o'sha iste'molchilarni, foydalanuvchilarni o'sha mustaqil qarorlar qabul qilishga, ustoz ta'kidlab o'tdi, mustaqil qarorlar qabul qilishga, hayotini o'sha qaysidir ma'noda bir maqsadli qurishga yoki ma'lum bir yutuqlarga mehnat bilan erishishga va boshqa mana shu natijalarda natijalaga erishish juda katta salbiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki bu aytganimizda sayozlarga shovullaydi. Chunki shunchaki media kontent ularni motivatsiyani kuchaytiradi, lekin amaliy harakatga o'tkazmaydi. Olib kelmaydi. Shuning uchun baribir yoshlarimiz ko'proq ilmiy asoslangan media kontentlarni ko'rishga, xolos o'qituvchilarni ko'proq eshitishga harakat qilish kerak va manbalar orqali ta'lim olishga, odamlardan emas, imkon qadar o'sha odamlarni kimligini, erishgan yutuqlarini o'sha manbalar asosida bir tahlil qilib, bir ergashish kerak deb hisoblaymiz. Yana bitta narsa o'sha media kontentlarni bozori desak yoki media kontent dunyosi deydigan bo'lsak, to'g'ri aytdingiz, ilmiy media kontentlar salmog'i ham kam. Bunday salmoqni ko'paytirish bu siz bilan bizani oldimizdagi vazifamiz bo'lishi kerak edi. Mana qarang, shu paytgacha har xil yo'llardan ko'rdikda, mana bu yildan boshlab kelajak soatlari degan soatlar qo'yildi-da, bog'chadan boshlab oliy ta'limgacha bo'lgan jarayon hammasida yaxshi, zo'r sifatli podkastlar qo'yilgan, video kontentlar qo'yilganda birdaniga odamlarni fikri o'zgardi. Bolalarni, yoshlarni, o'quvchini ham fikri o'zgardida, hamma ijobiy deyapti uni. Fanlarni hammasida ham imkon darajasida o'sha media kontentlarni o'zini dunyoga, media kontentlar dunyosi desak, shunga hamma o'zimizning media kontentlarimizni, ilmiy media kontentlarimizni taklif qilsak, bozorga chiqarsak, shuni ichidan domla aytganlaridek to'g'risini olish ularni nimasi. Lekin biza bugungi kunda media kontentga, ilmiy media kontentga tashnalik bor-da. Albatta. Bu ko'p emasda ilmiy media kontent. Ilmiy media o'sha media kontentlarimizni qanchalik ko'paytirsak, ularni saralab olish, ularni boshqalarni yengil-yelpilarni qachonki siqib chiqaradigan narsani o'zimiz tayyorlashimiz kerak. Buni o'zimizga vazifa qilib qo'yish kerak deb o'ylayman balkim. To'g'ri. Demak, so'nggi savolimiz qoldi sizlar bilan. Tarbiya jarayonining asosiy maqsadi mustaqil fikrlaydigan shaxsni shakllantirishdan iborat. Bizda o'sha ta'lim ham, tarbiya jarayonining asosiy maqsadi, bizning ham asosiy maqsadimiz mustaqil qaror chiqaradigan shaxslarni tarbiyalash. Media bo'lsa, yoshlarni mustaqil fikrlashga o'rgatyaptimi yoki ularga tayyor xulosalarni singdiryaptimi degan narsa ham bor. Mana shu savolga qanaqa qaraysizlar? Lekin aytingiz. Media maydon har doim ham ularni mustaqil fikrga o'rgatmaydi. Mana bu kitoblarimiz, ilmiy manbalar mustaqil fikrga o'rgatadi. Uzoq yo'lga bora olishni xohlagan inson albatta ilmiy manbadan, kitoblardan kerakli bo'lgan material olish kerak bo'ladi. Chunki hozirgina aytib o'tdik, vaqtinchagi hali men domla ham aytdilar, vaqtincha kasallikni nima qiladi xolos. Demak, u
uni ertangi demak erta sinish uni harakati yo'q undan. Faqatgina shu jarayonda o'zidagina unga yarqiroq haligi bir uchib yonadi-ku effekt, bir uchib yonadigan effektdek bo'lib ko'rinadi xolos. Endi mana komfort zona deydi-ku. Qulaylik. Qulay muhit o'zi uchun. Yoshlarda o'sha qulay muhitga tezroq tushish xohishi bor-da endi. U muhitga tushgandan keyin qulay muhitdan chiqib kelmay qoladi. Hozir bu men bu shu yengil o'sha kontentlar ularni dangasaq qo'yadi qaysi manda. Buni fikrlamaydigan narsani ko'ryapti-da ko'proq. Hozir bosh qotirman 213 ta oliy ta'lim muassasasi bo'ladigan bo'lsa, xo'p 40% ga yaqin hozir qamrovda, 38% ekan 40% ga yaqin. Buni mana abitgacha o'qiydiganini hisobga olsangiz, demak, yarmi 20% gina o'sha biz mana ta'lim olishga, ilmiy mulohazali fikrlarni eshitishga o'zi qismi ham kamda. Mana 80%imiz demak jamiyatimizda o'sha media kontentni ta'siriga tushgan insonlar. Shuni ularni mayli, bular orqali ham mustaqil fikrlatish mumkin. Tanqidiy fikrlashga, mustaqil fikrlashga o'rgatish mumkin o'sha media makonda ham. Lekin boya yuqorida ta'kidlaganimizdek, buni albatta o'zini yondashuvlari bor. To'g'ri. Ko'p holatlarda taqdim etilayotgan mana shu videolar yoki reelslar deymiz, qisqacha videolar, ular asosan haqiqatdan ham faqatgina bir tomonlama xulosani ko'rsatib berishadi. Ya'ni o'sha muallifga tegishli bo'lgan, unga ma'qul bo'lgan, unga pul olib keladigan shunaqa xulosani ko'rsatadi. Lekin agar mana shu kontentni ko'rayotgan insonda tanqidiy fikrlash bo'lsa, mustaqil fikrga ega bo'lsa, axborotni saralay olsa, albatta u o'zini xulosasini bera oladi deb o'ylayman. Ko'pincha tomoshabinlarga happy end yoqadi. Ijobiy tugagan narsalar yoqadi. O'shaning uchun ham bir hikoya bor edi. Conan Doyle Sherlock Holmes sarguzashtlarida qo'limiz o'lgandan keyin qanchadan qancha xatli kelib tushgani ham bor-da, hatto shu sifatida. Shu keyin tiriltirib qaytib kelib davomi ham bor shu qo'limiz ham. Shu avvaldan azaldan insonlarga shu boyi qisqa kontentda mana shu narsaga qattiq urg'u beradi, manipulyatsiyasida mana shu narsa bor-da, hammasida happy endni va osonlik bilan erishish mumkinligini juda chiroyli ko'rsatib bergan. Shu bilan agar ijozat bersanglar, shu bugungi suhbatimizdan quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin. Tarbiya ilmiy asosga ega bo'lmasa, u jamiyat uchun xavfli oqibatlarni keltirib chiqarishi ham mumkin. Media esa bu jarayonni mas'uliyat bilan yondashishi lozim bo'lgan kuchli vositadir. Ya'ni boy ustozlarimiz aytganlaridek, 4 ta avvalgi 3 ta kuch bo'lgan bo'lsa, hozir 4 ta kuchni birlashtirish kerak va shu bilan bir qatorda shu yuqoridagi fikrlarda biz o'qituvchilar ham, boshqa bir shaxslar ham moslashgan holatda o'zimizni yondashuvlarimizni olib borishimiz kerak. Zero tarbiyani kechiktirib bo'lmaydi. Har doim shu zamonaviy tarzda olib borish kerak bo'ladi. Va hurmatli professorlar, qimmatli fikrlaringiz uchun rahmat. Hurmatli tinglovchilar, e'tiboringiz uchun tashakkur bildiramiz. Hammaga rahmat. Rahmat.